Короче, bo'ldi, endi men blogerman. Karislar kallasi ishlamaydi-da. Biznikilarda emasda. He, bu karislar nima kallasi ishlamaskin, bilmayman men bunisini. Hozir sababini aytaman. Mana mashaqdan boshlashgan. Yo'lda to'xtab bitma deydi, yopmasdan turib. Ne ishlashyapti mana. Zamon. Kecha soat 12 bo'ldi. 12 da boshlashadi mana. Ertalab 3-4 gacha hamma joy tekizda mana. Shuna gaplar. O'zimizda yarim soatda bitirib qo'yishadimi? Qanchada bitirib qo'yishardi?